400-500 mingga 4 kishi to'ymaydigan o'sha sushi rollarni oson tayyorlanishini bilganimda vaqtli uyda tayyorlab ko'rardim. Mana shu pulga ikkilisi chiqadigan bemalol katta oila to'yadigan sushi tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib guruchimizni qaynatib olamiz. Pishirib olgandan so'ng tovuq filesini ham qovurib olamiz va guruch sirkasi, suv, tuz, shakarni qo'shib aralashtirib guruchimizga aralashtirib olamiz. Endi esa asosiy qismiga o'tamiz. Nori barglarining ustidan tayyor bo'lgan guruchimizni solamiz. Endi esa ichiga tvorojniy sir, bodring va qovurib olgan tovuqimizni ham solib chiqamiz va ehtiyotkorlik bilan o'rab olamiz. Menda ikki xil ko'rinishda bo'lgani uchun bittasiga qovurilgan tovuq va bittasiga esa qizil baliqdan foydalandim. Endi esa ustiga sirli shapochka tayyorlab olamiz. Buning uchun mayonez va qirg'ichdan o'tkazilgan sifatli purmilkning sirlarini aralashtirib, o'rtacha yupqaligida kesib olgan sochlarimizni ustidan bir qoshiqdan solib chiqamiz va sirlari eriguncha 15 daqiqaga duxovkaga yuboramiz. Yanada chiroyli chiqishi uchun ustiga kunjutni sepsangiz ham bo'ladi. Pishgandan so'ng esa biroz sovutamiz va o'zini ustiga maxsus souslarni quyib, chiroyli qilib dasturxonga tortishingiz mumkin. Endi esa siz ham zakaz qilmasdan uy sharoitida ko'pgina qilib oila a'zolaringizga tayyorlab bering. Hammaga yoqimli ishtaha.